Lekin omad yo'q narsa. Omad kelgani bu taqdirdan sadaqa. Chunki uyda yotsangiz, omad kelib qoladi desangiz, hech kim kelib, men bu Taxoni kalitini olib qo'y, men bu Lexus kalitini olib qo'y demaydi. Men ko'rmaganman yoki bormi shunaqa? Bo'lgan bo'lsa, yozib yuboringlar, bilaylik biz ham. Qayerda yotish kerakligini, qanaqa divanda yotsa Lexus kelishini yoki qanaqa ikki xonali uy kelishini. Albatta, Allohdan so'rash kerak. Sababini qilish kerak, keyin o'zi beradi. Lekin omad yo'q narsa. Omad kelgani bu taqdirdan sadaqa. Chunki uyda yotsangiz, omad kelib qoladi desangiz, hech kim kelib, men bu Taxoni kalitini olib qo'y, men bu Lexus kalitini olib qo'y demaydi. Men ko'rmaganman yoki bormi shunaqa? Bo'lgan bo'lsa, yozib yuboringlar, bilaylik biz ham. Qayerda yotish kerakligini, qanaqa divanda yotsa Lexus kelishini yoki qanaqa ikki xonali uy kelishini. Albatta, Allohdan so'rash kerak. Sababini qilish kerak, keyin o'zi beradi.